Tartivelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 27. qism. Yataq ichida Nafisa uxlash kiyimi bilan karvatda sunayilib yotadi. Elshad yataqning ishkini yepib etib, chamadonlarini ishik yanig'ila qo'yib, chapinini va ko'nglikini selibla karvatga o'zini tashladi. Elshadning nafas elishi odatdagi vaqtdagidan tez so'qiyotgan bo'lib, Helila yuragi og'zidan yenib chiqadigandak bir holda tukurkini yutib, Nafisadan ko'zini uzmay qarab yotdi. Ondan men munchiga tushib chiqay. Sen saqlab turing debla karvatdan bir sakrabli tushib, munchiga kirib ketdi. Elshadning bu yerda buzuqchilik qilib, ko'ngil echish uchun tayyorlik qilayotgani shu daqiqada ayoli Nazila o'zini hujrasiga solib elib, erining shirin shikar so'zlariga ishonib, uningga o'zidan ayrilish uchun bemalol yo'l ochib bergani uchun echinib yig'layotdi. Shu asnoda Yulduz bozordan o'ziga narsa kerak setib elib, qaytib kelgan bo'lib, uyda tozlik qilayotgan Pashaxonni ko'rib, hayron qoldi. Pashaxon "Voy Yulduz qizim" deb oldiga kelibdi. Yulduz aydizdan qochganda qochib, Pashaxondan bu yerda nima ish qiladiganligini so'radi. Pashaxon Nurxonning o'rinlashtirishi bo'yicha pul tepish uchun ishligili kelganligini dedi. Yulduz ortiq gap qilmayla hujrasiga kirib ketdi. Ondan do'sti Nafisaga telefon qildi. Nafisa bu chaqda Elshad bilan ermash-chirmash bo'lishib, muhabbatning shirin damlaridan huzur eliyotgan bo'g'ashqa Yulduzning telefonini olmay besib etdi. Yulduz qayta telefon qilsa-mu olmagandan keyin uningga qisqa uchur qilib, "Hammang mening dachamda tozalik qilg'ili turibdi. Sening bu ishdan xabaring bormi?" deb shu bir uchurni qayta yo'llab etdi. Nafisaning telefoni to'xtamay tirinshib, ovozsiz holatga tanshab qo'ysa titrab aram bermagandan keyin Elshadga "To'xtab turing" debla telefoniga qarab, Yulduzning qisqa uchurini o'qidi va ko'zlari yo'g'inab, o'rnidan dast turib ketdi. Elshadning yanida borliqidanmi uyalmagan bir holatda qip-yalang'och mengib, kiyimlarini tez kiydi va birdamdala qaytib kelaman deb Elshadning "Nemish bo'ldi?" degan savoliga javob bermasdan yotoqdan chiqib ketdi. Ondan taksidan birini to'sib, Udul dacha rayoniga qarab yo'l oldi. Yo'lda ketayotguncha hammasini qor yomg'ir tillab mangmoqda edi. Pashaxon Nafisaning bu yerga kelayotganidan bexabar. Deriza, aynak jazo degandek yerlarni surtib bo'lgandan keyin yerdagi pollarni surtib ishik oldiga keldi. Nafisami kap bo'lgan bo'lib, ishikni qattiq tepdi. Maryam bu kimdo deb yugurib berib ishikni ochishiga Nafisa Maryamning maydisidan ittirib etib, dachining ichiga kirib, ko'z oldida yerda dum yetib pul surtayotgan hammasini ko'rdi-da, arvohi 40 gaz o'rlab ketdi. "Sening bu yerda nima ishing bor? Bu xalqning uyini tozalamsang bo'lmag'dak, shuncha osh qolgan edim. Tura o'rningdan. Hozir men bilan bu yerdan ketasan. Yuzimni to'kib qilib yurgan ishingni ko'mamdigan. Vijdon, g'urur degan narsa yo'q-ku senda." Pastda birining varan-churin qilganini anglagan Nazila, Izzatxon, shundaqla hech kimning jidiliga aralashmay, hujrasidan chiqmay o'ltirib kashta tikadigan Nargizmi yugurib tushgan edi. Nazila Nafisani ko'rib, quyuq chechi ding turib ketdi. U Nafisaga "Sen bu yerda nima ish qilasan? Yo'qol" deganda, Nafisa hammasining qo'lidan tortib, o'rnidan turg'izib mangay devidi. Asli ishqinglar tanishid ekansizlar-da? Sizlarning qanday munosabatinglar bor? Mening uyimning xizmatchisini tatib ib mangdiganga sen kimding, ha? Bu pitlik paskina. Bu degan mening hammam, sening xizmatching emas. To'la meni og'zingni buzib tillama, vuchprandi seriq yilon. Nafisaning so'zi tugumay, Nazila putig'i kiyib olgan sapmikashini silib, uning beshig'ini otdi. Izzatxon bilan Nargiz Nazilani tutib elib, o'zini besib olishga undab otdi. Nafisa og'zini buzib tillag'ach, hammasi Pashaxonning qo'lidan tartibli epmadi. Pashaxon bu yerda zodi nimishning yuz berganligini anqirib bulanmay, Nafisaning qo'lidan o'zini tartib elib, o'zini nimishga ep ketadiganligini, ishlab pul topsa Nafisaga mu foydasi bo'ladiganligini dedi. Biroq Nafisa bu yerda ishlayman desang, mendak jiyaning yo'q deb uni zo'rmi-zo'r elib madi.
dachadagi jidalning ovozini anglagan Nurxonmi otxona tarafdan yugurib keldi va Pashaxon bilan Nafisani ko'rib, ulardan bu yerda nima ish qiladiganligini so'raganda, Pashaxon tozliq qilib pul topqili kelgan edim. Nafisa meni aytmayotdi. Sen Nafisaga meni sening chaqirganingni degina deb Nurxonga o'tinish talaffuzida qaradi. Nafisa hammasini Nurxonning chaqirganligini anglab, hammasining qo'lini qo'yib etib, Nurxonning oldiga kelib, uning yuziga tükirdi. Yulduz Nafisaning opasiga qilgan hurmatsizligi uchun putidagi pashnaliq oyog'ini selib etib, Nafisaning chechini qamallab tutqunicha bir maydon jang boshlanib ketgan edi. Bu ko'rinishlarni ko'rganligi odam bo'lsa, bu Jingu Sarimo deb qog'udak darajada birining ustiga minib, birisi tastaklasa, yana birisi o'rnidan turib dastlab urushib o'tadi. Nazila bundaq fursatlarni qo'ldan berib qo'yg'isi kelmaganligi uchun ularni yiroqdan suratga elib olib, kulib ketgan edi. Uning bayiqi ochiqi mushu ikki qizning jidili bilan qayoqlargadir g'oyib bo'ldi. U hech kim tarafdami turmadi. Chunki u har ikkisiga o'sh edi. Bir tarafdagisi erni ozdirgan Nafisa, yana bir tarafdagi bo'lsa, ko'ziga mix bo'lib qadilib turgan Yulduz. Shunda qilib, bularning tatilash, chimdash, dassash degandek mahorat ko'rsatgan janglari oxirlashib, Nafisa hammasini elib uyiga, Yulduz apsi Nurxonni elib otxona tarafga ketib qoldi. Nafisa hammasini uyga olib bo'g'ichi bo'lgan orliqda taksida Pashaxonni tillab, og'zi besiqmagan edi. Pashaxon Nafisaning nemishqa bunda qiladiganligining tegiga yetmay, uningdan shuncha so'ragan bo'lsa-mu, biroq Nafisa Pashaxonning savoliga javob bermagan edi. Nafisa mahallasiga kelib Pashaxonni tushirib qo'yib, o'zining boshqa ishi borligini, telefon qilib avor qilmasligini aytib qo'yib, Pashaxonning orqasidan paloqshib yugurganiga parvo qilmay, taksi shofiriga bu adresga tez haydang deb qo'yib mengayverdi. Nafisa mehmonxonaga kelib bo'ldi. U eshik kartasini elib olmaganligi uchun eshikni qattiq urdi. Bu chaqda Elshadmi Nafisaning xabarini ololmay, unodan ansirab, kiyimlarini kiyib, mangmoqchi bo'lib, eshikning chekilgan ovozini anglab, mushuk ko'zdan ma'rivatgandan keyin eshikni darhol ochdi. Elshad aka, meni bu yerdan olib ketdim. Biz yiroqlarga ketaylik. Mening bu yerda turg'im yo'q. Nafisa eshikdan kiribla Elshadning bo'yniga esilib yig'lab ketdi. Elshad eshikni yepib etib, Nafisani yanchi quchoqlab mengib, karvatga kelib o'ltirdi va nemish bo'lganligini so'radi. Nafisa boya yuz bergan ishlarning hammani deb berdi va o'zining eng tez suratda bu shahardan boshqa shaharga ketgisi borligini, shunga vaqtni o'tkazmay Naziladan ajrashib, pak-pakiza bo'lishini dedi. Elshad Nafisaning so'zlariga ma'qul bo'lib, hozircha ko'nglini yerim qilmasligini, pat arda orzularining amalga oshadiganligini deb uningga tasalli berdi. Shunda qilib bugunmi oxirlashdi. Kunlar o'z izida to'xtamay o'tib o'tadi. Shu ishlar yuz berib, oradan bir haftami o'tdi. Bu arada Sardar yurtidanmi qaytib kelib bo'ldi. Yulduz Arslonga surkilib avora edi. Nafisa bilan Elshadga kelsak, ular mehmonxonada turaversak yaxshi bo'lmog'idek deb, Nafisaning mahallasiga yaqin joydan uy ijara elib, ikkisi shu yerda kunlarini o'tkazib o'tadi. Bu bir hafta jarayonida Nafisa hammasi Pashaxonning yeniga kelibmi qo'ymadi. Telefon qilsa etib olib, oxir bo'lmay telefon kartasini ham almashtirib o'tgan edi. Bu arada ihbari Arslonni untishga tirishib, o'zini unodan qochirib yurdi. Biroq u shirkatda har kuni Arslan bilan uchrashib turadigan bo'g'ashqa, uni untish, uni xiyolidan chiqarib etish asla mumkin bo'lmadi. Nazila kun bo'yi uydan chiqmay, yig'lash bilan kun o'tkazdi. Elshadni izlab telefon qilgan bo'lsa-mu, biroq uning bilan faqatla aloqa qila olmadi. Orada ikki qatim qizini Elshadga telefon qilg'ili selib, qizini ko'rishtirib, unodan ahvolini bildi. Biroq uning qizi Dilfar ota-onasining ajrashish bosqichiga borganligini bilmaydi. Naziladan nemishqa ayrim turisilar deb so'rag'idek bo'lsa, bir qancha kun ayrilib turib boqayli dedik deb javob berib, gapni o'sdi.
ahvolning normal emasligini sezgan Dilfar aksi Dilzatga telefon qilib, uyga qaytib kelmisi bo'lmaydiganligini, dadisi bilan apsi o'tirsida bir ishlarning bo'lganligini deb, Dilzatni qaytirib kelganmi bo'ldi. Dilzat o'yin xumar, kechida taladan kirmaydigan bo'g'ashqa, Mavlud uni bak yoqtirib ketmaydi. Shunga uni to'xtamay tanqidlab, boshqarib turadi. Dilzat Mavludning boshqarishlariga ko'namay, shu uydan chiqib ketgancha dachiga qaytib kelmagili xeyli bo'lgan edi. U apsi Naziraga bekrak amroq edi. Dilfar dadisi Elshadga amroqdi. Shunga Dilzat uydan chiqib ketgani bilan apsi bilan aloqa qilishni uzib qo'ymagan. Qachonla apsiga ehtiyoji tushsa, Nazila 4 putluq bo'lib, uning deganlarini qilib berib kelgan edi. Shunga u bu qatim apsi bilan dadisining ayrilib turayotganini anglagandan keyinla darhol yenib kelgan edi. U uyga kelib, apsini kesildirib holini qo'ymagan Yultuzni ko'rib beqishni o'ylagan bo'lsa-mu, biroq Yultuz bilan ikkisi faqatli bir-biriga o'dil kelmagan edi. Mana bugun Dilzatning orzusi amalga oshib, oxiri Yultuz bilan eshik oldida do'qurishib qoldi. Dilzatga Yultuzning mashinasi chiroyli ko'rinib, uni ko'rib-o'tadi. Dali shu chaqda Yultuzmi uydan chiqqan bo'lib, birining mashinasiga o'g'ri mushukdek qarawatganligini ko'rib, varqirabli tushdi. Ay, sen to'g'ri. Mening mashinamni atrofida nima qilyapsan? Mashinangni yeb ketay deyman-ku Güzül. Yultuz degan sanmi-da? Qanchalik nemikin debdiman texi. Turqun mushuma? Yultuz Dilzatning o'zini ko'zga ilmig'iniga qarab, ichi ochiq bo'ldi. U Dilzatning og'zini buzib tillab, ichini bo'shatib olgandan keyin mashinamga chiqilma deb qo'yib, dachidan chiqib ketdi. Ondan Nurshadga telefon qilib, bugun ko'nglining aromi yo'qligini, shunga biror yerga berib, ko'ngil ochib kelishini deb, Nurshadning mehmonxonadan yotoq zakas qilib qo'yishini, pulini o'zining to'laydiganligini deb mangdi. Nurshad Yultuzning telefonini qo'yib etib, boshqarish ishxonasiga kirib, yarim kunlik ruxsat so'radi. Ondan tozliq uyiga kirib, aynakka qarab, chechini suvda namdab, buzilgan yerlarini o'ngshib olgandan keyin chiqib ketdi. U boya Yultuz bilan telefon so'zlashganda, Arslan orqada turib anglab qolgan bo'lib, ularning zodi nima ishlarni qilishini bilib, Ihbarga isbotlab o'zini oqlamoqchi bo'lgan edi. U Nurshadning orqasiga tushdi. Nurshad xeyli mangandan keyin taksidan tushib, Oli 5 yulduzliq mehmonxonaga kirdi. U sirtda Yultuzning kelishini saqlab turadi. Ayol o'tmay, Yultuzmi kelib, ko'z aynakini taqab, udul mehmonxonaga kirib ketdi. Bu mehmonxonaning mulozimat rayonida ishlaydigan yigit Arslanning yaqin do'sti bo'lib, u Yultuz kirib ketgandan keyin orqasidan kirib, ularning qanchinchi qavat, qanchinchi yotoqni zakaz qilganligini so'rab bildi va do'stiga rahmatini bildirib qo'yib, sirtga chiqib, Ihbarga telefon qildi. Yultuzning yolg'on gap qilganligi, shundaqli uning hozir Nurshad bilan ishbash tortishib yurganligi. Navoda o'ziga ishonmasa uchir qilib avatib qo'ygan adresga kelib, aytilgan nomerdagi yotoqqa chiqib, o'z ko'zi bilan ko'zi bo'ladiganligini dedi. Ihbar Arslanning telefonini besib etib, uzoq o'ylanish orqali berib ko'rib yiqish qaroriga keldi. Chunki u o'zining Arslandan ayrilib ketishini faqatla xohlamaydi. Shu sababdan agar Arslanning deganlari rost bo'lib chiqsa, u Arslan bilan yana burunqidek o'tadi. Agar yolg'on bo'lib chiqsa, Arslandan nafratlanadi. U tushdan keyinlik kursga mangan bo'lib, darsini tashlab yo'lga chiqib, taksidan birini to'sib, tavakkul qilib mangdi. Mehmonxonaga borguncha uning xiyoliga kelmagan ishlar qolmadi. Mehmonxonaga oz qolgan seri yuragi dupildab, to'xtamay so'qmoqda edi. U oxiri mehmonxonaning oldiga keldi. Arslanmi shu yerda Ihbarni saqlab turadi. Ihbarning ichiga kirib ketganini ko'rgan Arslan oxiri hamma ishlar hal bo'lib ketadigan bo'ldi deb ichidan xushal bo'lib o'tadi. Ihbar Arslan uchir qilib avatib bergan nomerdagi yotoqqa qavatga chiqdi.